Yangidala mahallasida viloyat hokimi boshchiligida viloyat tashkilotlari, tuman tashkilotlari, tuman muassasalar rahbarlari, mahallada yashab kelayotgan aholi, o'zimizda qolaversa xodimlarimiz birgaligida bu yerda shu mevali daraxtlar ekish jarayonlari olib borilmoqda. 5 gektar maydonga 5000 ta mevali daraxtlar ekish jarayonlari olib borilmoqda. Bu joyda 5 gektar joyda arxitekt ishlari, suv kelish yo'nalishlari hammasi qilinib, xudo xolasa mana mahalla bog'i yaratilishi ko'zda tutilgan bo'lib, ishlar boshlanib ketdi. 5000 ta mevali ko'chatlar ekilgan. Bundan 2500 ta olcha daraxti, 2500 ta olxo'ri ko'chatlar olib kelingan. Bu yerga sug'orish ishlari oqova suv orqali kirib keladi. Hamma ariqlar, o'qariqlar, kirib kelish yo'nalishlari hammasi qilingan, tozalangan. Tumanimizda yil boshiga Yangidala boshlagan bo'lsak, xudo xolasa butun 12 ta mahallamiz hammasida mana shunaqa bog' yaratmoqchimiz. 2026-yil 12 ta mahallamiz hammasida 5 gektardan mevali ko'chatlar ekiladi.